bitta gapiringizlar. Hey, mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Xalqi beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti, narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasini imsin yozing. Yaz. Mayg'an, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqni dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, birpasda hal bo'ladi-da. Qamariddin aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni ayning magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqni dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? So'rtamat. Ve tug'il